Demak, bizda takliflar tushdi deng Qudrat, short qilishga imенно ChatGPT bo'yicha. Aha. Ular so'rashdi masalan, to'g'ri sizlar juda qiziqarli ma'lumot berdinglar, lekin bizga o'zingizlarda ishlatadigan misollarda aytsangiz, masalan, har kuningizda qanaqa ChatGPT nima deydi formatlaridan foydalanasiz? Masalan, siz nima uchun foydalanasiz va qanaqa platformani ishlatasiz? Men o'zim ChatGPT ishlataman. Ko'proq oilaviy, umumiy masalalar uchun. Lekin ishimga Claude degan programma bor. Anthropicni tanisangiz kerak. Taniyman. O'shalarni platformasini ishlataman. Endi hozir to'xtab turingda, mana bu ChatGPTni o'zimni lichniy narsamga ishlataman dedingiz-a? U bepulinimi yo pullisinimi? Yo, pullisini ishlataman. Siz keyin masalan informatsiya yozdingiz, misol bering, nima so'rashingiz mumkin? Oddiy avvallari Google qilinadigan masalalar uchun hozirgi kunda men ChatGPT ishlataman. Masalan, bitta oddiy misol qilib aytsa, hozir shu podkast uchun kamerani setup qilyapman-da. Shu men bu bitta ish qilishim uchun kamerani qaysi nastroykasini o'zgartirishim kerak desam, ChatGPT aytib beradi. Avvallari Google'da qilardim. Endi Google'ning yomon tarafi, u sizga faqat saytlarni ochib beradi, to'g'ri? U saytda ma'lumot yo'q bo'lsa, keyingisiga o'tasiz, unda bo'lmasa uchinchisiga o'tasiz. Ancha vaqt ketib qoladi. Endi ChatGPTda gaplashib o'tiraverasiz. Masalan, siz qayerdan bilasiz, siz olgan informatsiya to'g'riligini qanday tekshirsa bo'ladi? Imkoni test qilib ko'rmaguncha bilib bo'lmasa kerak. Sirazu olgan narsaga birdaniga ishonish ham bu to'g'ri kelmaydi har doim. Agar uni test qilib bo'lmaydigan informatsiya bo'lsa, agar lekin uni test qilsa bo'ladigan informatsiya bo'lsa, test qilib ko'rasiz, ishlamasa qayta so'raysiz. Nima degani, qanday test qilish mumkin? Masalan, menda bitta problema bo'ldi yaqinda. Kompyuterim tashqarigi drive'larni o'qimayapti. Lekin masalan ChatGPTga o'qimayapti desangiz, u uni qil, buni qil deydi, u ishlamaydi-da. U ishlamagandan keyin chiqqan outputni, ya'ni rezultatni ChatGPTga bersangiz, sekin zehni o'tkirlashib boradi. Yo'q, men tushundim problemani deydi. Keyingi maslahatni beradi, u ham ishlamasa, bo'lishi mumkin, siz umuman yo'q joyga olib kirib ketyapti. Umuman yo'q. Agar o'shanaqa paytda ChatGPTni so'kishingiz ham mumkin-da, vaqtimni olyapsan. To'g'ri. Fundamental boshqacha fikrlar desangiz, to'g'ri. Ya'ni reset qilib to'g'ri dedi, orqaga qaytib yana. Keyin masalan shart emas, undan iltimos, rahmat deyish shart emas. Sam Altman aytganda, ularni eng qimmatga tushirayotgan narsa odamlarni rahmat deyish ekan. Nima uchun? Sababi rahmat desangiz, u anaqa serverga boradi. Serverga borgandan keyin o'ylash kerak, ular protsesslar hammasi pul turadi-yu. Menimcha ChatGPT uchun yaxshiroq bo'lardi, siz umuman rahmat aytmasangiz. Menimcha biz hozir eshitayotgan muxlislarimiz uchun juda ham muhim informatsiya bu. Siz ChatGPTni tushuning, bu robot bu. Bu kompyuter, u inson emas. Unga siz qanaqadir nima ko'rsatishingiz shart emas, hurmat bilan, unaqa bu insoniylik kачестволарini qilishi shart emas. Bu kompyuter, siz nima unga input bersangiz, yana nimani kirgizsangiz, sizga chiqarib beradi. Bu o'rganuvchi mashina. To'g'ri aytasiz, chunki ekologiyamizga buni narxi bor. To'g'rimi? Ekologiyaga, chunki data centerlar, CO2 emission degan narsa bor-ku baribir. To'g'ri. Energiyani shunchaki isrof bo'lishiga olib keladi-da bu. Keyin yana bitta men qiladigan narsa, mana men ishxonamda Copilot degan versiyasini ishlataman. Biz Microsoftda Copilot bor, u to'langan ishxonamda versiyasi. Endi agar sizlar ishda bo'lsanglar, sizlarga nima, endi uni balkim qilarsizlar, balkim qilmasdirsizlar. Hattoki ChatGPTda ham agent yaratish mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, men o'zim hozir CEO bo'lib ishlayman bitta kompaniyada. U yerda men CEO profilini qilganman. Uning uchun ozgina vaqt kerak, yozish kerak, backgroundini, dokumentlarni berasiz, biznes case'larni upload qilasiz. Shunga qarab savolingiz kirganda, uje siz tarixingizni biladi-da, siz o'rganishni boshlaydi. Masalan, meni nomimdan manovi 4 odamga business proposal yoz desa, u uje CEO nomidan shunaqa formatda chiqarib beradi. Ili marketing bo'yicha masalan spetsialistim bor. Men shu o'zimni nimamda, Copilotimda 5 ta agent yaratganman. Shular hozir men uchun ishlashadi. Aynan qanaqa ishlarni bergansiz qilish kerak? Masalan, researcher bor, market researcher.
marketing bo'yicha spetsialist bor, u kampaniya yaratish, masalan sotsial setlarda hammasini yurgizish, qanaqa kontent kerak. Bittasi sotib oluvchi bor, sotib oluvchi bu narsalarni ham o'zi yurgizadi. Masalan aytaylik, sotib olishda biz mening kompaniyamda biz nima mebel sotamizda, dizaynerskiy mebel sotamiz, uni Xitoydan sotib olish kerak. Uni sotib olish uchun masalan o'zini bordi keldi narxlari bor-u. Men shuni qani nima deyman, manavi bozorni ko'r, bozorda shunga o'xshash tovarlar bormi? Kimlar ishlab chiqargan, qanaqa narxga olishgan, qanaqa bozor narxida sotishyapti. Menga shuni отчетini qilib ber desam, sразу menga отчетini qilib berib PDF-da chiqarib beradi, yoki Word dokumentda. Juda kuchli. Men nihoyatda buni ishlatganimdan beri meni vaqtim juda optimizatsiya bo'ldi. Albatta men buni tekshiraman datasini, chunki baribir ishonishimiz kerak emas ChatGPT-ga. Endi ChatGPT emas, bu ChatGPT bitta platforma bu. Menimcha ko'pchilik AI'da faqat ChatGPT deb o'ylashadi. Shunaqa. To'g'rimi? U platformalari ko'p-u. Gemini bor, Perplexity bor, keyin OpenSystem AI juda ham ko'p, har xillari bor. Men juda kamini ishlataman, lekin Gemini'ni ham umuman ishlatmaganman, lekin taniyman odamlarni doim ishlatishadi. Mana biz oilamizda qarang 3 kishimiz biz ishlatadiganlar. Meni turmush o'rtog'im, meni farzandim, 2 o'zim, 3 kishi bir 6 xil platformadan foydalanamiz. AI bo'yicha. AI bo'yicha. Endi biz masalan shuni biz listini qilib bersak bo'ladi. Prinsipi masalan yozishimiz mumkin-da, qanaqa imенно nimalar bor. Balkim biz haligi nima deydi, mana note'lar bo'ladi-yu, siz qo'yasiz-u. Shunga balkim yozishimiz mumkin. Imенно qaysi platformalardan biz foydalanamiz. To'g'ri. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerak. ChatGPT'ni agar pulli versiyasidan foydalanmasangiz, bu datani OpenAI bemalol sotish huquqiga ega. Bu degani, agar siz shaxsiy ma'lumotlaringizni kirgizsangiz, u ma'lumotlar sotiladi. Agar pulligini ishlatsangiz, sotilmaydi. Keyin masalan biz shuning uchun o'zimiz ishlayotgan kompaniyada juda ham qattiq bu narsada turishadi. Masalan o'zim hattoki to'lagan bo'lsam ham Open ChatGPT ishlata olmayman, chunki nima deydi, davlatni kompaniyani o'zini huquqi bor-u, dokumentatsiyaga, ishlatayotgan datalariga. Shuning uchun u narsani ham albatta endi kompaniya egalariga endi menimcha uni уже bilishsa kerak. Right of protections degan narsa bor. Agar boshqa yana takliflar bo'lsa, albatta beringlar bizga. Biz sразу mikrofonga o'tirib sizlar uchun xizmat qilishga tayyormiz. Rahmat.